Restorandan ham zo'r uy sharoitida mazza qilib baqlajonli salat retseptini tayyorlashingiz uchun zo'r imkoniyat. 3 ta baqlajondan sizlarda bitta emas, 6 ta porsiya tarelka chiqadi. Chiroy uchun ozgina po'chog'ini qoldirdim. Chiroyli bo'lishi uchun aynan videodagi ko'rsatilgandek tempurani ishlataman. Ustiga suv qo'shib aralashtiraman. Quyuqroq massa bo'lishi kerak. Quyuqroq massa bo'lsa, ancha qarsildoq bo'lib chiqadi. Baqlajonlarni solib botirib olamiz. Ozgina qismidan solib yog'imiz albatta qizigan bo'lishi kerak. Qizimagan yog'ga hech qachon solmanglar. Faqatgina qizigan yog'ga past olovda pishish kerak. Tushundinglar? O'shanda zo'r bo'lib, qarsildoq bo'lib chiqadi. Sousimiz uchun aroydek sous kerak bo'ladi va teriyaki sousdan qo'shamiz. Qo'shilgan masalliq bu bitta porsiya uchun qo'shdim. Ketidan bizga cheri pomidori kerak bo'ladi. Aralashtirib olamiz va stracciatella siri o'rniga men qaymoqli suzmani ishlatdim. Bu ham juda ham zo'r chiqadi, mazasi wow. Keyin kinza kunjut bilan bezatib qo'yamiz. Albatta pishirib